Aligo, Sasyona nega qaytadi? Sasyona, saroyga nega kelding? Seni boshqa saroyda o'q yeb yotibdi deyishgandi-ku. Ha, bir adashib o'q yeb qo'ydim. Shu bahona erga tegib oldim. Qaysi hid bilmas, tam bilmas, besfukus odam senga uylandi? Men shahzoda Junliga turmushga chiqdim. Bu ya. Katta xonim, Junliga men turmushga chiqmoqchi edim. Shuncha o'qitganlarim, kompot ichirganlarim nima bo'ldi? Meni qaytarma qildirishimdan bularning xabari yo'q shekilli. Sasyona, shahzoda meniki. Aygo! Ertalashmagan joying faqat vayn qoluvdi. Hamma yoqda ertalashib yotibdi. Saroyni tinch qo'ylaring. Yo'qki. Sen sekingina borib Sasyonani hidlab kel. Qanday qilib bu hid bilan erga tegdi ekan? Katta xonim, undan juda xushbo'y hid kelyapti. Buni srochna sababini topish kerak. Hamma tekshirsin. Xonim, Qovoqlarni nitvoy blefaroplastika qildiribdi. Labigachi gel qilibdi. Labi vashshe yo'q edi. Nechava sebe? Aligo! Peshonasiga botoks, yuzlariga nit, boshqa joylarni ham qildirganga o'xshayapti, xonim. Mamlakatimizda shuncha kosmetologlar bor. Bir tenga qimmat. Tez borib, kimga nima qildirganini bilib kel. Go'zalligim sirlarini bilish uchun Levi profildan odam jo'natishingiz shart emas. Meni sirim Nozima Xan. Men yuzimni medobrazovaniyasi bor Ispaniya, Rossiya, Turkiya va Dagestonda o'qigan oliy ma'lumotli kosmetolog Nozimaxonga ishondim. U meni go'zallashtirdi va shahzoda Junli menga kompot bo'ldi. Yuzingni amallabsan. Hidingni nima qilding? Albatta, Nozima Xonga gipergidroz qildirdim va sassiq hidlardan xalos bo'ldim. Andatam, ta'til nomsiz kayo. Xonim, koreyscha gapirib qo'ydingiz. Sendan qachon qutulamiz? Erga tegibsan. Endi bizning saroyda senga o't bormi? Bu saroyda hali ancha ishlarim qolib ketdi. Oshiqlarim ham. To'g'ri aytishgan ekan. Sasyonani o'zi tavba qilsa ham yo'q hali.